energiya samaradorligi deganda biz energiya resurslaridan kamroq foydalanish emas, balki ulardan kam oz miqdorda foydalanib, bor imkoniyatlardan to'liq foydalanish nazarda tutiladi. Misol uchun, gaz ta'minoti sohasida oladigan bo'lsak, bugungi kunda tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, yurtimizda juda ko'plab bino inshootlar sovuqdan himoyalanmaganligi, ya'niki ilmiy tilda izolyatsiya qilinmaganligi yoki germetizatsiya qilinmaganligi natijasida, misol uchun 100 kvadrat joyda biz sovuq kunlarda mana shu 100 kvadrat xonadondagi havoni isitish uchun 11 marta energiya sarflashimiz aniq bo'ldi. Biz energiya samaradorligiga erisha olmayotganligimizni ko'rsatdi. Bu masalaga aqlan yondashishimiz kerak. Misol, mana Yevropa davlatlariga solishtiradigan bo'lsak, Yevropa davlatlari energiya resurslarini strategik xomashyo sifatida ko'radi va mana shu energiya resurslarini, u gaz bo'ladimi, svet bo'ladimi, ko'mir bo'ladimi, maksimal darajada tejab ishlatishadi. Misol, Yevropa davlatlari mana shu sovuqdan himoyalanganligi uchun uylar germetizatsiya qilinganligi uchun energiya resurslari faqat mana shu o'ta sovuq tushgan holatda yetmayotgan energiyani qoplash vazifasini o'taydi xolos Yevropada.